Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli Bekobodliklar, O'zbekiston ahli. Mana bugun 2026-yil 1-iyun bolajonlar bayrami hammalaringizga muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar, mana hozirgi manzilimiz Toshkent viloyati Bekobod shahar yoshlar bog'i, eski Gagarin parki deymiz. Mana Gagarin parkimiz hozirgi yoshlar bog'i, hozirgi nomi. Karusellar, attraksionlar hammasi bor. Juda ko'p. Mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, mana Shirin shahri, Guliston shahridan kelinglar, marhamat. Mana bu yoqda paxtaqand, bodroq apparatlar, mashinchalar, morojnilar deymizmi? Hamma sharoit, hamma narsa bor. Bu yerda esa samokatlar bor. Hammalaringizga, farzandlaringizga bolalar bayrami muborak bo'lsin. Endi boshlanyapti.